nima uchun Qubo masjidi? Bu Qubo masjidi Qubo mahallasiga qurilganligi uchun mahallaning nomi berilgan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Makkadan mushriklardan ko'p aziyat chekkanligidan Alloh tomonidan nima bo'ldi? Amr qilindi, siz Madinaga Munavvaraga hijrat qiling. Shu hijrat qilib kelgan vaqtda bu Madinaning chekkaroq qishlog'i bo'lgan. Birinchi shu joyga kelib nima qildilar? 3 kun istiqomat qilib shu joyda yashaganlar. Shu 3 kun ichida ba'zi rivoyatda 7 kun ham deyilgan. Shu masjidni barpo qilganlar. Yana ana bu joydan keyin hozirgi Masjidul Nabaviyga borib, Madinaga borib joylashib, to umrini oxirigacha har shanba kuni kelib bu joyda nima qilganlar? 2 rakat namoz o'qiganlar. Yana aytdilarki, qaysi bir ummatim o'z xonadonidan kelib tahorat bilan kelib 2 rakat Masjidul Quboda namoz o'qisa, bitta umrani savobi beriladi dedi. Qarang, biz umra qilishlik uchun $1000 to'lab kelyapmiz. Mana bu joyda tekin umra. 2 rakat namoz o'qiymiz. Ya Robbi, o'zing qabul. Nafl deb niyat qilamiz. Nafl deb niyat. Yana 2 rakat nafl o'qiymizda shu 2 rakatning savobini otamga bag'ishladim. Yana 2 rakat namoz o'qib onamga, yana 2 rakat o'qib kimgadir bag'ishlasak, bitta umrani savobini bag'ishlagan bo'lamiz. Qarang, siz bilan biz samolyotdan tushdik. Shu darajada ishimizni Alloh tez o'ngladiki, teng chiqdikda, tezda avtobusda o'tirdik, hatto samolyotdan tushayotganda rasmga olib ulgurmadik. Xudo xolasa hozir peshin namozini bu joyda o'qib, keyin G'urmozorga boramiz. U joyda sizlarga, ya'ni mehmonlarga osh haytilgan. Shu joyda tushlikni qilamizda, keyin mehmonxonaga boramiz. Mehmonxona hamma joylashgandan keyin biz bular bilan soatimizni tenglashtiramizda, yana teng haramga kiramiz. Chunki teng kirsak nima bo'ladi? Ko'p narsaga ma'lumotga ega bo'lasiz, 50 boshi bilan billa yursangiz. Haligi tijoratchi 10.000 so'm puli bilan ham 100.000 daromad qiladi. Tijoratni bilmagan odam 100.000 bilan ham 10.000 ham daromad qila olmaydi. 50 boshi bilan birga yursanglar, har vaqt doim ibodatdan nima chiqadi? Ma'no chiqadi, lazzat chiqadi. Shuning uchun sizlardan iltimos qiladigan narsamiz, qachon qayerga ziyorat bo'lsa, 7 da ziyoratimiz bo'lsa, albatta 6,5 da 100% bo'linglar. 2 da ziyoratimiz bo'lsa, 1,5 da 100% bo'linglar. Ba'zi odamlar shunaqa holat bo'ladiki, mehmonxonada turib 8 ga ketishimiz kerak, 8:10 minutda tushadi-da, biz tushsak ketib qolsalar. Hay 50 ta odam, 100 ta odam bitta odamga qarab turmaydi. Masjidul Quboni fazilatidan qolishdi. Endi imkoniyati bor, taksida kelish mumkin. Shuning uchun aytilgan vaqtda yursanglar, Ravzadan ham xuddi shunaqa bo'lib ketib qoladi.